aslima, minnatdorlik. Muzika tilsiz san'at. Muzikaning sehri kuchi qalblarni lol qiladi. U ana shu muzika ichida cho'ng bo'ldi. Muzik ichida tovlandi. Muzikaga bo'lgan muhabbati bilan muhabbat topdi. Muzika uning barmoqlari orasida yangradi. Go'zal tojik qizi Guldavlat ana shundoq kasbiga bo'lgan muhabbati bilan hayotini rangdorlik to'ldirdi. Uning hayot hikoyalari skriptka bilan yozildi. Guldavlat kichigidilla skriptka chalishni yaxshi ko'radigan bo'lib, bu qiziqish, bu muhabbat uni keyingi kunlarda hamma e'tirof qiladigan san'atkorga aylantirgan bo'lsa, kasbdagi astoydillik, talabchanlik uni keyin nihoyat mas'uliyatchan bir ustozga aylantirdi. U hozir skriptka kasbida avlodlarni tarbiyalash, o'quvchi yetishtirish jihatda o'zining bir kishilik hassasini qo'shib, san'at hayotini mo'l natijalarga to'ldirmoqda. Unutulmaz aslima. Balkim yuqorqi qisqa videoni ko'rgandan keyin bugungi Unutulmaz aslim programmamizga kelgan mehmonimiz haqida ozroq xabardor bo'ldinglar deyman. Hamsamimiz qizg'in chavaklarimiz bilan go'zal tojik qizi Guldavlat xonimni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Tağ seylige baratdım sayram kölige Bilisbitli minnettim kızlar keynide Yarmın yıkar penceştim muhteylere Sağlığı güzelleştiğine Bugün biz ekranlarda rast yapsak uzun bo'ldi ko'migili. Şoň bugün Unutulmaz aslim programmasi orqali ana shu o'tgan go'zal chog'larni asligash, bir siz bilan didorlashaylik deb chaqirg'imiz keldi. Albatta bugün bizniki Guldavlat adamniki go'zal aslimisiga jo'r bo'lish uchun kelgan naq maydondagi aziz mehmonlarimni oldi bilan sizga tanishtirib o'tgan bo'lsam, bizning Unutulmaz aslim programmamizning xos nomini olgan Şinjan Gül Oz şirketining mas'uli Ablat Yusuf Malim qarşılamak istersiz. Şinjan Madar Bio Pantexnik Çekiliş şirketining qurg'uvchisi Mamtimin Mahmud qarşılamak istersiz. Şinjan Sarsayli xalqarалық sayohat kooperatividan Havagul xonim qarşılamak istersiz. Şinjan Qobil davolash uskunlari şirketining qurg'uvchisi Abdurashid Obul qarşılamak istersiz. Şinjan Sanam Liangli Girim buyumlari savdo chekilish shirkatining qurg'uvchisi Roshangul Yemin xonim qarşılamak istersiz. Mingda doktorxonasi Davan yo'li tarmoq doktorxonasining yordamchi doktorxona boshlig'i Gulnisa xonim qarşılamak istersiz. Şinjan Bektur savdo chekilish shirkatining qurg'uvchisi Shahzoda Bekri Bektur xonimga qadam tashrif qildi. Istersiz qarşılamak. Programmamızdan bu sanıda aziz mehmanimizin aslim hikoyasiga munosabatlik mehmanimiz 2-chi naq maydon Do'xman Hakim aslim uyiga taklif qilindi. Undaqda bular o'tirsida qanday ta'sirlik ham qiziqarli hikoyalar bor. Qiziqsangiz diqqatingiz davomli Unutulmaz aslimida bo'lsin. Unutulmaz aslima. Guldavlat adamniki hozirgi musholatini ko'rgandan keyinla bizda bunda bir gap bor, artistlar faqat qiyirmaydi jumumish. Artist qiyirmaydi degani Guldavlat adamning jumlasidan ko'ngil bo'ladi ekan. Mush o'zingizning go'zallik, sog'lomligingiz haqida, o'zingizni mushtaq go'zal tutib turishingiz haqida oldi bilan mush suhbatimizni boshlagan bo'lsak. Zamnalqi birsi yundon. Harakat bilan. Harakat bilan. Chiniqish bilan. Chiniqinma. Har qanday aldirashuvlar u yondan kechgasanmi, yana qo'pab shu o'yinning ichida bo'lsinmi, shu minib turma. Badanni chinib turishni davomlashtirib tursiz. Ha. Endi nimaklikka diqqat qilma. Kim kiyishdimi shunda? Masalan bir balqi to'ylar deymiz, yig'ilishlar bo'lsa, shunda chiroyli hurmat qilib ash so'rinni chiroyli yasinib borma. Shunda rahatlikni xohlayman. Sizniki shu skriptga bog'langan ajoyib bir muhabbat bor ekan. Ha, men bek yaxshi ko'raman. Qaysi vaqtingizdan boshlab o'rgangan shu skriptni? Men buni shu 11 yoshda. 11 yosh. Men shu
güzel Taşqurg'andan aşı 11 yaşda şu Çoğyan Minzu Daşı. Yeni yaşıya bağlan. Aşı berip hatta qizlanıp her jihatdan til bilmagandikin ma'lum dars tutgan vaqtida men boshqa usulga borgan emasman. 2 yilgacha hadab shu usulning zalga qechib ketdim manda. Yana instrukt ma'lumini topolmay. Shunda ishlam bo'lgan. Endi keyin bir muzika chog'idek bo'lgandikin endi men o'sha muzikaga berilib ketdim. Bu vaqtdan boshlab sal cho'ng bo'lib bu kasbni qilmasam bo'lmag'idak. Endi ravrish tirishdim. Men bu yerga o'sha aran, o'sha yerga Taşqurg'an degandek shunday jiroq yerlardan o'sha kelib, endi tirishmasam yandiklar 100 kilomayman deb. Shunda tirishdim. Maktab bitirgan vaqtida Çoğyan Minzuga o'tmanga imtihon berib, shu yerga qoldim. Yana bir mezgil xizmat qildim. Demek hozir shu iskorobkangiz bilan amroq ayrilmas do'stingiz bilan birga xizmat qilyaptınız. Şunun qancha yil bo'ldi jami? Hozirgacha shu 30 yil bo'ldi. 30 yil bo'ldi. Mayli kasbingizga bo'lgan, mayli oiladagi shu bolalarni tarbiyalash jihatimi, balkim sizning yo'ldoshingiz bek sizni qo'llaydi deb o'yladim. Yo'ldoshim meni har tarafdan qo'llaydi. U artist. U Minzuga o'tan qolgan. Men yenib kelib, hozir men Şinjanga o'tanda. Şinjan ayayotanda. Gerçi ikimiz kunda bir yerda bo'lmasakmi, u meni qo'llaydi, mening xizmatimni, men uning xizmatini qo'llayman. Chunki bizda alqa, "Voy sen kelmading, men bormadim" deb urushadigan ishlar yo'q. U kasbni bak suyuydi. Men kasbimni bak suyuyman. Yollar uzun. To'g'an tut, Lohman hakimni do'st tut. Unutulmaz əslime. Şu ekran qaraydigan bo'lsa, hozir sizlarning ajoyib go'zal bir suratinglar bor. Bu suratga qarab nima deganingiz bor Guldo'latada? 就有了个幸福家庭，才能有一个好事业。就是这个。 Qaysi vaqtlardan tushgan? Biz shu to'y qildigan vaqt tushgan rasmlar. Guldo'lat adam bilan Oqinik akamizniki ajoyib go'zal bir baxtlik oilasi borligini mana biz shu ekran orqali His qildik. Muhabbatlik, ajoyib mas'uliyatchan bir er kishidan boshqa sizning turmushingizda yana bir muhim er bor desam, ko'rmanlarimiz qaysi erdo deb o'ylab ketdinglarmi? Ham sizlar ekran qarab boqaylik. Bu mening o'g'lim. O'g'lingiz va? Yani kichikmi bor taqa. Kichik o'g'lim. Men bu bolalarimdan bek faxrlayman. Eng faxrlanadigan shu bolalarim. Chunki bular kichik vaqtida men birinchi bo'lib men mushlarning cho'ng opasiga rahmat aytdim. Cho'ng onasi shunday yaxshi tarbiyalab, vafodor, mehribon bolalar bo'ldi bular. Men bular qarayamadim. 100 kilometr. Demek ki bo'g'inimiz mushada Guldo'latadan bir tarafga qarasa xizmat, yana bir tarafga qarasa oila. Shu vaqtlarda sizlarning xizmat, oila o'tirsidagi mushu tanlashmi nihoyat bir muhim o'rinda turibdi ekan. Mush bolalar, birisi 6 yosh, birisi 8 yosh. Uyda yalnız qolib ketdilar. Endi qanday odamlar kichik bolalarni uyda 10-15 kungacha yalnız qo'ydi, o'ylab qo'ygan. Shu da'da ishyoqda. Bizlar bekçi qiyalarga, go'shin, tichlarga bekçi taklif qildi-ku. Shu bir chiqatsa 15 kun, az deganda 10 kun ashunda chiqdi. Shu ikki bolam, men 100 kilometrdan shu ikki bolam yolg'iz qoldi. Uyni ochdi. Ansiraydim, qusiqdim, ansiraydim. To'nglab qolganman qishda. Tamoq yemasman, har zaman yaxshi yerlarga berib tamoq yesak, gilim siqildi bu bolalarga. Çünkü kichik emasman, kichik bolalarni tashlab shunda menga amal yo'q. Chunki xizmatimni yaxshi ko'raman. Bizning mana orkestrning shimbusi bo'ldi ekan. O shimbuda masalan 7-8 shu orkestrni silmijaq kurslarga bir shimbu az bo'lsa ham bo'lmaydi. Ruxsatni so'rg'in bo'lmaydi. Shuning uchun bolalarım
üzlükten aşı bir cacav çakırma. Aşılar şu kilidi uyda bulağa ügünüşlük kıldı. Tağını bulağa pul koysam tamakını yeydi. Özü ügünüşlük kıldı. Şunağa ben içim bek etişdi şunun için. Yüzkilenmeyin onu şu ballarım. Şunda boğan takdirdim onun ballarım. Şunda yaxşı çoğun buldu. Arqandaq vaqtda şu vafadarlıq bilan apa uyandın keldin bettak meni alıp çaylarımı tayak qilib qo'yam. Tamaklarımı tayak qilib. Tamak mı item de ola? Tamak etalaydı. Unda olsa Güldölet'de muş tarafta çokum bu ballarının şu tunji terbiyeleş asasıda bir mühim şahs bağımkin dep oyuldum. Şu menin qaynanam kichik vaqtida bularni bek yaxshi tarbiyaladi. Men birinchi bo'lib ebam shuni sizmak etdim. Aşı bularning cho'ng opasiga men bek rahmat aytaman. Shunga bular vafadarlik bilan pul jiqraq bersin, apa bu jiq bo'lib qoldi. Aşı manchilik pul bo'ldi, 5 manchil bo'ldi, un qo'y bersin, bir qo'y bersin bo'ldi deb ashunda cho'ng bo'lgan bolalar. Shunga men bularga rahmat aytaman, eng rahmat aytgan aşı çoğun apısıga rahmet aytman. Şu bal terbiyeleş meselesi hazır barcha atalarımızdaki en başqa turayotgan bir mühim meselelerinin biri. Şuna muş ballarımızdaki aynı vaqt asasını sepegen çoğun apımızın terbiyecisi bo'lğaç, onundan keyin Güldölet adamның her vaqt özünü suyduğan, kasbini suyduğan, tirişidigan, en mühim o'rin qo'ydigan narsalarni Muşu ballarga her bir qadam basqıçlar orqali o'rgatgachga, ulgi qilg'ashqa ballari dal cho'nglarni Güldölet adamni ulgi qilib turib, hozirgacha sizlarning izinglarni besib keldi shundaqmi? Bunda bo'lsa biz muşu aslim suratlar orqali yana davomli go'zal aslimlarni asılsak bo'ldik-ku. Bular sizning ballalaringiz qachon Güldölet adam? Bular mening ballalarim. Bular mening o'quvchilarim. Shunga men muşu ballarimdan muşu faxrlanaman. Aşı japağa çidab turib, ügünyapti. Endi nazirimi yana ishchil ügütyapman. Mening qishim kelganlar zodi ügünüp ketdi. Muşu programma sizning akilish jarayonida men Güldölet adamdan texim tushansam bo'ldi. Chambaraklarni bir qo'r ko'rib baqay deb sizning undaringizdagi nim mazmunlarni chiqardigandir deb ko'rdimda. Ko'rib, lekin eng oxirida ajoyib bir surat mening diqqatimni tortdi. O bir qitim emas sizning chambarakingizda, ikki qitim emas, nihoyatda go'zal mazmunlar bilan 2-3 qitim chiqaribsiz. Qandaq bir go'zal hikoya badu deb bak so'rg'im kelib, mush rasmni saqlab qo'ygan. Ekranga qarsangiz. Bu mening akam. Meni shu kichikdan tartılmış akam baqqanda. Yani mush akam bilan shu yana bir akam meni shu zo'rlab bag'izdi beyjinga kichik bo'lsam shu bag'izib. Axir mushunda kunlarimga meni erishtirgan birsi akıllarimga rahmat aytaman. Yani birsi 特别感谢我们的党和国家的好政策。我作为一个文艺工作者，少数民族文艺工作者，特别感谢党和国家，因为没有党和国家，没有我们的今天，也没有我的今天。今天我是一个国家一级演员，小提琴演奏家，只有是我们国家的好政策，所以我成为了一个一级演员。 Unutulmaz əslime. Bizning xat sandig'imizga sizga kelgan xatlar bor. Bu xatlar qatorida men bir parcha xatni baytdan tanlab chiqdim. Shu xat orqali yana bir aslim qo'ynoq kirib baqaylimi? Suyumli do'stim, yaxshimsan? Sen bilan kunda ko'rishmasakmi? Kunda ko'rishgandek bir tuyg'u bor menda. Chunki sening turmushdagi mehribonliging, kuyimchanliging davomli mening ko'z oldimda. Ba'zida sening bilan birga ishlagan vaqtlarni eslasam, ba'zida sen bilan ayrilgandan keyingi bir-birimizga chidashma yozgan puchurlarimizni qayta o'qib, seni eslayman. Seni sevginaman. Eng qiziqi, sening Uyg'urcha gapni tuzuq qilamay, hammamizning oldida kulkiga qoladigan shu chaqlaringni bak eslab kulib ketaman. Shu chaqlarda seni biz jiq gapga silib chep ketatdik-a? Sana shundoq chaqchaq qilatdik-yu. Keyindilla men yana sana chidamaydim. Shu chaqdagi yumoristik gaplaring esingdimi adash? Güldölet'de
yuqoridagi xatning egisini eslayaldingizmi? Ular mening Beijingdagi saboqdoshlarimdi ya. Xizmatdoshlarimdi. Bugun biz ularni siz bilan yuz turani ko'rishtiraylik desak, olamchi xush bo'laman. Biz shu aslim uyimizdagi bugungi Guldavlat adamniki unutilmas aslimizga jo'r bo'lib kelgan bu ikki aziz mehmonimizni tuyuqsiz sahnimizga chaqirgan bo'lsak. Unutilmaz aslima. Hoş kelibsizlar Nuramina Gulnar xonim. Hammanglar bir öməkdə şu vaxt işləb dikansizlar Qashqarda, shundaq bu. Shu vaqtlar qanday qiziqarli ishlar bo'lib ketgan-da Nuramina xonim. Ha, Gullar do'stim. Bizningki do'stlik mehrimizning nihoyat chunqur bo'lganligi uchun ikkimiz ham nijroq ko'may, cho'qim programmaga qatnashmasak bo'lmaydi deb bugun endi keldik. Undaq bo'lsa sizlarning shu o'qish jarayonidagi eng qiziqarli aslilardan bir boshlaylik. Bu Gullar adishimiz ham do'stim men bilan bir yataqda yotdi Beijingda yetkilib kelgan vaqtida. Qiziqarli ishlar bek ko'pdi. Oddiy qilib aytsak, masalan biz bir bilan paranglashsak, ya sizlar deb ataymiz, ya siz deb ataymiz, ya sen deb ataymiz go. Bu do'stim birsiga maqsadini tushundirish uchun sen, sizlar, siz nechiqolish deydi. Bu gapning 20 davlat tilida, 20 Uyg'urchada, 20 o'zining tojik tilida. Ishq kaplan bir yerga yig'ildik. Kunda bu Guldavlatning gap qilsalar, gap bek umoqbek tatliq bo'lg'ach. Shuningda yataqda o'zimiz kulishib, işte o'tirdik. Masalan, bu adishim o'chaqda bizning yataqda meshba endi hozirgidek unda par deydigan sharoitimiz yo'q-ku o vaqtlarda. Nima meshnimda ko'lg'a vaqtida kishnam kulishib ketsa, tunji qitim menga bek kulkilik qilgan shu. Adaş meshni kulji qilib tushdi dedi. Kuli yiqilib tushdi dedi. Ana yandan o'tgan bir mezgil o'tgandimi yotgan karvatdan bir kichik karvat olgan yechib ketdi. Yechib kes adaş ma yotgan yiqilib tushdi, to'piga elibda deydi. Shundan deganda qiziqarli ishlar bek chiqdi. Do'stimning. Biz ham shu san'at demakda o'yan qo'yg'ini tushdik. Tushsak bu mashinaga chiqsa bu do'stim ben bir mashinadagi butun odamning keysing go'stamdi. Va hammasi Guldavlatning gap qisilish amroqdi. Mening esimni qilishcha, biroqdan bizni yataqqa kirib qo'lni judi, qo'lni vaqtida qatosda cheynaklamda qo'limizni judigan vaqt. Men tököytde desem, odaş qo'yib qo'ya, men o'zim tashlab etdim dedi, jundini. Xo'sh, men tashlab etdim dedi, shunda bum bir kulkilik bir yumru olgan. Asosan shu gap so'zlar jarayonida bir aslimanglar xeli jiqgan, ha? Jiq. Asosiyat Nuramidan bekroq bildi. Uzun muddat bir yataqda yotgan. İdora bir xizmatdishimiz tuqqan bo'lsa, oy tug'ibdi desek, shu ayakshi tug'ibdimi, ayol tug'ibdimi deb, hammamiz kulib ketdik. Ashta bunda qiziq keltirib chiqdi. Do'stimning ham bir qiziqarli kishi. Bizda ham o'chaqda tamoq etadigan vaqtimiz mancha chiqmaydi, yataqning sharoiti yaxshi bo'lmagan uchun. Andan bir nechimiz birlashib bir oshxonaga tamoq yegini kirdik. Tamoq yegini kirib, tamoqqa kirsak ya kebab yemen ya go'sht nima lag'ma yemen deymiz-ku. Bunu demeylam, kebabni ko'z aniqlaz açıq susamma. Samma. Çıqlama haqnam da oshpazda bizam da Qashqarda sizlar o'zdirlar deymiz-ku. Bu do'stim kiriblam aniqlaz açıq susamma. Nimaga deb boshladi? Kebabga. Şu bozorliq chiqsaq bir kichik bolaning ichki ko'yib ketamdiki, bu adashi bu ya chapanimda tatib qo'yib ketsa, keyin o bolash o'zining nihoyat ochiq gap ketdi, juqurib bu bolani keyin qo'g'lab ketdi. Ketib to'y nima ish qildigan bu kichik bolani bu adashim urib ta'mamdi deb shundan esirdim. Juqurib berib o bolani yana qilib minda qilib qo'ydi-da o bolani. Demak, endi Guldavlatda mush ikki do'stingiz yerinizda turibdi. Mushlarning qaysi tarafidan bekroq suyunisiz? Qaysi tarafiga bir rahmat aytqingiz bor? Şu vaqtda ballarım kichikda emasmi? Ikkili do'stim yanimda bor. Endi qaynonam bor. Men bu alqa shu pek aldirashmiz. Shu do'stim Gulnar. Ballarimni sal mijoz bo'lsa doktorxonalarga opirib, cho'nglarni opiramaydi emasmi? Endi Nuramdan shunda shu menalik chiq ishlarimga yordam qildi. Endi bu yoqda bir aslimini digim kelyotdi. Bo'libmi Nuraminam xonim. Kichik vaqtimizda sizning shu sahnadagi holatınız hazırlash pek yodimda men uchun. Pek güzel
naqshlarni aytdingiz. Çünkü şu naq maydonda bir naqshini aytib baqdingiz. Salomatlik oilangizga esallik etkagusi. Unutulmaz aslama. Bugün aydın bek boldi. Güzetke ahlemen aynı. Güzetke ahlemen aynı. Meyyarga çidi maytem çidi maytem Xanda qilmen otni Meyyarga çidi maytem çidi maytem Xanda qilmen otni Naqshlarınızda taz əmdi bu huzur elib qıla yama tez söyləyib getdi şu an. Karxançılarımın təlövüşü bu da. Yəni bir bulbuldek avazını, yəni bir əsas omaq qaça, yəni birini bir Oy ettirəm. ben müziksiz naqsh okumaq bek tez. Sizə müzik bu smol kəsin, müziksiz əsin olur kəsin. Doğru. Yarım xumalıqdan bir kütlet et bre. Yazmasa içilmamda vay bala Bağda güller her yansa Bağda güller her yansa Bugün 15 gün boldu yarım homalık Yar könlü bilek bilek yansa Gül kısıp mı çıkmaysan vay bala Beğenda gülün gülün yok mu Beğenda gülün gülün yok mu Çırayını açmaysan yarım homalık Könlündeki yar yok mu? Çırayını açmaysan yarım homalık Könlündeki yar yok mu? Demek bugün bana şu unutulmaz aslan programımız arkalı Güldölet Adamniki iki yakın dostu ya. Bula otursideki boğan aslimlerini anlaş arkalı sizlerdeki haqiqiy bir dostluqni biz yana bir qadam ilgirligan aldı his qildik. Dostluq o'zaro bir-biriga mehr muhabbat yetkazish, dostluq boshqa kun tushgan vaqtida eng mehrli qo'llarni sunish, dostluq har vaqt bir-birisining natijasidan huzur ilib turish. Güldölet Adamniki o'quvchilarniki mukofot buyum elib acayip güzel bir xatir suratini ko'rgan to'q ekran orqali ham o hikoyalarni aytgan to'q. Hamda shu o'quvchilaringiz sizga nima deydi ekan biz ekran orqali ularniki tabrik so'zini anglab boqaylik. Hello， 大家好，我是费洛热，我是吕安老师的学生。回忆起当年，我是从6岁开始学习小提琴的，现在我已经20岁了。我从一无所知到现在经验加成，这都离不开老师严厉有耐心的教学和父母在我背后默默的付出。我不知道我小时候哭过多少次眼泪，但是我从来没有想过放弃，因为我非常崇拜我的老师。我看他在舞台上非常自信的演出，这非常让我
触目万分。我将永远不会放弃小提琴，继续努力学习下去。在这里再次谢谢父母和老师，没有你们就没有我的现在。大家好，我叫飞如扎，是古力达莱提老师的众多学生之一。我从10岁开始学小提琴到现在，一路走来，我参加了各种各样的比赛，获得了优异的成绩。感谢古力达莱提老师这些年来的付出。最后祝老师身体健康，万事如意。谢谢老师，我们会努力的。老师辛苦了。Erler tan göhri. Unutulmaz əslime. Güldölet malım öz növbetinde yenayet mesuliyetçen bir bal terbiyeligiçi, özünki izbasarlarını terbiyeligiçi. Muş yolda toxtap qalmang, yerip qalmang. 我今后的最大的愿望，我今后继续培养更多的小提琴爱好者人才。我也感谢我的同事们、我的好朋友们、亲朋好友们对我的支持和关心，谢谢大家。Emsen Ahmedcan'daki aziz mehmanlarımızda yukarıda şu Güldölet malımniki acayip güzel bir hem tesirlik hem külkülük eslemlerge jör bulduk. Belki sizler Ahmedcan'da oturup anlagan dinkin sizlerin mu hiyalınlarda acayip bir güzel simala şu Güldölet malımniki kolgu keltirgen neticelerden tatip turmuş kesip boğan köz qarashları bu vaqtda oylanganlarınla badep oylayma. Emse hazırki vaqt sizler için qani. Yaxşımsızlar. Xush kelibsiz. Ma ikki do'stinglar shundan mehribon hamda bu do'stliqinglarga afirin. Hamda chunki bir odamning atrofida cho'qim yaxshi do'stlar bo'lish kerak. Do'stlarmi odamga uzuq bag'ishlaydi deb o'ylayman. Men shu do'stlikni shunday qadrlayman. Sizning bal tarbiya degan jarayoningiz rostga qilsam shunday ta'sirlandim hamda. Özünüz kesipki özünüzni bag'ishlab, balalarınızını tashladim depsiz, lekin siz özünüzni tirishchanlik orqali ularga ulgu bo'libsiz. Bugungi o'rtoqlashda men shunda ta'sirlandim amsa. Buningdan keyingimi turmushlaringiz taxmi utuqliq, taxmi baxtlik, balalarınızmı baxtlik bo'lsin. Ben Sanam şirketinin kurgucusu bulma hamda ben Sanam şirketi hamda biz 3 yıl 18 yılınızda hamda şu çaş maqsadlarını işlep kelgan. Hamda sizlarning işçilarga hamda Sanamning şu çaş boyaqlari bor, tağaq boyuqimiz pek yaxshi meqinni chiqqanchu. O'simlik tarkibicha çaş boyaqlarimiz bor. Ondan çaş supullarimiz bor. Shuningda bir yurishni ishinglarga so'qat qilay, qabul qilgan bo'lsanglar. Yaxshimizlar, chiroyli go'zal hadilar. Ekran oldidagi barcha do'stlar, shu unutulmaz eslama programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan nihoyat xursandman. Abayni haqqi Güldölet adamninki nihoyat bek ta'sirli so'zlarini oldim. Men shunday ta'sirlandim. Bo'ladi shu kasbga bo'lgan ishtiyoqininki nihoyat yuqorligi, kasbni nihoyat yaxshi so'yganligini hammamiz anglab o'tdik. Her qandaq bir ishni, her qandaq bir kasbni chin dilidan, shunday chin yuragidan suyib, haqiqiy bir mehr muhabbatini berib qilgan vaqtida haqiqiy bir natijasini ko'rdiganligini, jarayonini nihoyat yaxshi bir bo'lganligini tunib yetdik. Buningdan nihoyat xushalman. Buningdan keyin menmi texmi bek tirishib, kasbni texmi yaxshi suyib, abayni shunday bir tuyg'ularga keldim. Eng yaxshi bir natijalarni qo'lga keltirishni chin dilimdan umid qilaman. Sizlarning texmi ovozinglarninki jaranglik, chiroyinglarning mana shunday menga go'zal, sog'lom turishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Men Madar şirketininki mas'uli mamtiman. Bizningki Şinjan Madar Biopen Texnik Çek şirketininki sapqan tabletini naqshchi go'zal hadamga sovg'a qilay. Ikki go'zal hadamgimi bizningki Madar şirketining Naziman xonim qizlar yurishlik mas'uliyatidan bir yurishdan sovg'a qilsam qabul qilgan bo'lsam. Rahmat sizlarga. Salom ustoz, xush kelibsizlar. Do'stliklar ko'ztek bo'lsin, muborak bo'lsin. Güldölet muallimdan intayin so'ynab qoldim-chi bu hayotdan beri. Sizningki shu jiray, shinhua, jiray yundong, lanhada shinhua sigan bunda odatlaringiz bor ekan. Nihoyat men intayin so'ndim. Yaxshi bo'lgan bir ro'yolat bor ekan. Buningdan bek intayin so'ndik.
mush skripkani siz ne kadar yaxshi ko'radi ekansiz? Mushini men sizdan bir so'rab baxsam, mush skripkani sizning mushundaq yaxshi ko'rishingizga bir to'rt qilgan bir aslimalar bormi? Rahmat. Mening birinchidan men Beijing borgan vaqtida usulga apagan mening ma'lumlarim. Shu borgandan keyin birinchi bo'lib men azroq lengon qilib kasal bo'lib qoldim. Endi o'zgartayli, muzikaga o'zgartayli degandan keyin mening akam burun men kichik vaqtimda ko'rgan skriptni bundan çaldigan mening cho'ng akam. Bundan Nusrat degan akam bor. Bundan tutib chog'imni men ko'rgan. Ham skriptda chiroyli anglandi. Biz aşa bağandan keyin jiq yeni qo'ylar qatnashib, shu chog'an taşlarning nimalarini anglab, skript night chiroyliqqa o'yayi shu. Shuningga men skript qiziqdim. Shuningdan keyin shu skriptni tanlagan shuni. Bu skript degan har qanday odam libikay yeniyor. Masalan, hammamiz nega borsak, muzika bo'lmasa, u ya qizmaydi. Muzika odamga bir uzuq beradi. Rahmat. Shuningga men tanladim. Üç güzel hanım, o makadlarımız Güldetede, obdan tutulma. Ben Gül Oşet'den kurultusu, Ablet Yusuf Malım bolman. Bugünkü əslimler nəhayət yaxşı olub qarayım. Hem sizinki mavi meni intan hürmet qılğanım olsa, şu güzellikni söylediğin şu haltınız. Salametliğim tört butu deyimiz. Biri hoşal keyfiyat. Yani biri muvafiq ozuqluş, yani biri muvafiq uyqa, yani bir muvafiq hareketçi. Bula sizdi baki. Hem de siz bana muş hareketleriniz bilen Nurgul'un xanına belkim yüzeyki dep ötküş sebeplik mi biri terbiye yapıp kılışı mümkün. Siz balanızdan bugün demez, balanızdan kelgüsünü beriş için küreş kıpsız. Tırışıpsız, iznimsiz, ügünümsiz, mana bugün siz netice kazanımla bile balanız en yaxşı gördüğü mehtede okuyup da. Siz muşik yapınız arkalı Nurgul'un anılarını ki balısından bugün demez. En mühim balısının kelgüsünü beriş için bedel töleşini ki doğru iş geldiğini, doğru talış geldiğini siz sıkıldır aldınız. Memnun şu Gül Oşik'ti bazı asağın. Bizdenki şu yürüyüş kirimlerden, Gül Oşik'ti yürüyüş kirimlerden sizlerge bir de yürüyüşten soğuk kılmayın. Unutulmaz əslime. Demek bugün biz Güldölet eden bilen kesipki boğan, skripki boğan, özünün ailesiki boğan, üç tarafdaki dostluqi boğan, dört tarafdaki muhabbet hikayesini anlap acayip hayacanlandık, hem tesirlendik, hem sizlerden öğrendiğin cıq taraflarının bağlılığını his qildik. Dostluq asli muşundaq buluş gerek. Skripki bağlanğan muhabbetin qandaqlığını texim tunup yetdik. Şu tapda bugünkü programımız arqılı Güldölet edem skripki boğan muhabbetini özünün qızıl ranglik, otqaşdek muşundaq bir rang arqılı bir muhabbetini işpadıldı. Elbette şu tapda naq meydanda oturgan ekran aldı görürmenlerimiz bir skripki muzikasını anlaşqı təşna boğatsızlar. Ben bilip duruvatına. Şonlaşqa muşun naq meydanda Güldölet edemnin muzikaga skripkiga bo'lgan o'tdek muhabbetini bir meydan muzikasi orqali ifodalab berishga taklif qilsak, qani marhamat. Mening bir prinsipim, men o'yan qo'ydigan vaqtida chuqur o'zimning sen kim kiyishim kerak. 5 minut vaqtini bersanglar, kimimni almashtirib chiqay. Qaranglar, mayaqda yeni bir güzel bir aslima yoki güzel bir biz tegishlik, biz o'rganadigan bir nuqta gavdalandi. Ya'ni kasbga bo'lgan muhabbat. Mana bu kasbning hurmati. Rahmat. Anam o'simlik chash bo'yiqi. Unutulmaz əslime.